Mana yana kechagi joydamiz. Baliq ovdamiz. Mazza, quyosh tushmaydi, salqin. O'tiribmiz. Xudo xolasa natijalar bugun bomba bo'ladi, bomba. Saturnga o'xshagan, Taksinga o'xshagan bomba bo'ladi. Saturnlar ham kuchayib ketdi. Taksin tog'lar ham kuchayib ketdi. Biz qachon kuchayamiz baliqchi akalarim? Like bosinglar, bizni ham kuchaytiringlar. Qishlarda jaydar yigitlari kuchayib ketdi. Biz shaharda baliqchi akalar kuchaymayapmiz-ku. Biz ham kuchaysak bayram qilamiz. Katta-katta ko'llarda shunday sotib olib, baliqni to'kib, bitta reklama beramiz. Xudo xolasa bir hafta 10 kun xohlagancha baliq tutinglar deb besplatniy qilib qo'yib beramiz butun xalqqa. Xudo xolasa niyat bor, shunaqa niyatim bor. Katta ko'lni olaman, bir 1000 ta, 2000 ta, 5000 ta odam sig'adigan. Aka, ko'lingiz balig'ingiz necha bo'ldi? Ammoncha. Bo'ldi, men sotib oldim. 10 kun baliqchilar maza qilsin deb Xudo xolasa niyat bor. Nafaqat baliqqa qiziqadigan odam, libbo odam uchun maza qilib, yayrab 10 kun qop ushimaydimi, qop 100 kilo ushimaydimi, 100 kilo. Zato maza qilib olaman demay. Oz qoldi Xudo xolasa. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, like'larni gumillatib, kommentariyalarni gumillatib tursanglar, Xudo xolasa bir kun обязательно ashishti qilaman Xudo xolasa. Baliqchi akalarim uchun abdushi yurakdan nech pul ketsa ham maza qilishsa bu, yayrasa bu. Unaqa jimotlik qilish yo'q. Oz qoldi Xudo xolasa. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, bu yoq bayram yaqin. Xudo xolasa. Hozircha endi mana qilib baliq dam olishga checha o'tiribmiz. Bitta betda. Kanalimiz rivojlanib qolsa, Xudo xolasa keyin bayram boshlanadi. Shunaqa gaplar, mana suv zo'r, suv sovug'i ham chiqib turibdi. Terlamaysiz, isimaysiz, muzday. Joy o'ta zo'r. Endi blogerlar telefon, pul sovg'a qilishyapti, mashina, uy. Biz endi baliqchilar baliq sovg'a qilamiz odamlarga. Bizni sovg'a qiladigan boshqa narsamiz yo'q-da. Faqat shu baliq sovg'a qilishimiz mumkin. Shu bitta katta ko'lni olib turib, shunday mana shu yerda ko'l, kel orasida bitta reklama bersak 10 kun maza qilishadi odamlar. Xo'sh, maydasi uryapti, qurutdesi cho'ta jimjit. Ammo zo'r joy ekan, menga yoqib qoldi. Kecha kelgandim. Yoqib qoldi, salqinligi. Urinmaysiz, dam olib ketasiz. O'sha yerda yoqdi menga. Mazza joy ekan, mazza. Mayda baliqlar yuribdi. Suvning ustiga chiqib. Ilonlar ham qirib o'rar ekan, hozir ko'zimda bitta ilon baliq olib ketdi. 100 ta ilon, 100 ta baliq. Hamma narsani hisob-kitob bor ekan o'rtoqlar.
Balıqni ham ko'payib ketmasligini o'zini bir ushlab turadigan nimalari bor ekan. Hamma narsani nariga joni tortyapti ekan. To'lqinda bilinmayapti-da uncha. Video harorat chiqyapti. Tak нормально tortyapti. Suv ko'payyapti. Ozadi. 10 odam ko'rinib turuvdi, endi sekin ko'rinmay qolyapti. Suv ko'paygani yaxshi bizga. Baliq yuradi. Hali bir joylarda turgan baliqlarni suv ko'paysa oqizib mana yurgizib beradi. Keyin anaqa dim joylarni istab, anaqa qilib kirib oladi. Keyin bizga o'xshaganlar tutib oladi. Xudo xolasa oz qoldi. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, like'larni bosib, kommentariyalar yozib, kommentariyada bir raqamini yozib qo'ysangiz ham mayli. Tochka qo'yib qo'ysangiz ham mayli. Hashtag qo'yib qo'ysangiz ham mayli. Bunaqa uzoq yozib qo'lingizni to'ldirmasdan. So'roq qo'yib qo'ysangiz ham mayli. So'kinib yozsangiz ham mayli. Faqat yomon so'zlar bilan emas, oddiyroq. Shunaqa gaplar akalarim. Xudo xolasa niyatlar kuchli. O'zim ham bitta katta ko'l uchaman deyapman, Xudo xolasa. Katta ko'l. 1000-2000 odam sig'adigan. Qulayligi, sharoiti, soyaligi, hali mana e'tibor bergan bo'lsangiz, YouTube'da ko'rdimmi? İchki hovuzlar, usti yopiq hovuzlar klip qilib beryapti hozir odamlarga, o Yevropaliklar. Shunday kirasiz, yomg'ir yog'maydi, quyosh tushmaydi. Muzdek konditsionerlar bilan salqinda o'tirasiz. Qator o'tirasiz. Platniyda endi. Yemingizni olib kelib baliq tutib o'tirasiz. Yevropalarda anaqa joylar olib ketdi hozir. Endi bizda ham sekin-sekin bo'ladi. Bizda ham bo'ladi. Hoji akalar kelib yaxshi bir shunaqa joylar qilib bersangiz, maza qilishadi kelib o'tirib. Salqin ichimliklar qo'yib qo'yasiz. Uylardan narsa ko'tarib kelmanglar. Hamma yo'q mana shu yerda bor. Deb qo'ysangiz bu. Kelib hoji akalar, qora akalar kelib dam olib ketishadi. Joyni moshni qilib bersangiz, cho'miladigan ham qilib qo'ysangiz, kimga yoqmaydi? Maza qilishib-yuboradi-da. Sog' bo'linglar, akalarim, hoji akalarim, qora akalarim. Like gumbillatib qo'yinglar. Sizlardan shu. Endi men o qarmog'imni sekin tortib ko'raychi, men bitta qo'lda noqulay. Men bechorani nimasi ham yo'qda, dastaylarim yo'qda, hech narsam yo'q, faqat telefonim bor. Menimcha sharoit bo'lib qolganda hamma yo'q olasdim. Hozir endi ikkita qarmog'im, bitta so'mkam, bitta telefonim bor xolos. Sal kuchayib qolsam, Xudo xolasa hamma yo'qda mashina kelib, ikkita, uchtadan kameralar qo'yib, abdushi video qilaman. Dasturxonlar solib, meva-cheva, bijjalar, suvlar, to'g'rizxonlar bo'lib ketyapti. Hamma qulpinoy, hamma yoqdan solib, o'xshatib turamiz, Xudo xolasa. Sal sharoit yaxshilab olsa, Xudo xolasa hamma yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar akalarim. Like bosib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin.